Kelin, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Uka, xorma. Keling opa. Sen yaxshi ko'rgan ovqatni olib keldim. Ovora bo'psiz-da. Opajon, har kuni ovqat olib kelasiz-a? Charchamaysizmi? Kelin, bu nima deganingiz? Sizlarni ko'zim qiyarmidi? Ukam ochmi, to'qmi? Xavotir olaman-da. To'g'rimi, ukajon? To'g'ri opa, yaxshi ham borsiz. Voy. Bu nima deganingiz? Shunda men ovqat qilmayman. Yo'q, sen ham ovqat qilasan. Lekin opam ovqatlari boshqacha-da, opa. Ukam to'g'ri aytayapti. Chunki men ovqatga mehr qo'shaman-da. Tinchlikmi? Nimaga yashirishmoqchisan? Qo'y, baribir tushunmaysan. Voy, nimaga tushunmayman? Gapirsang tushunaman-da. Opa, nimagadir ayolim bilan munosabatlarimiz yaxshi emas. Sabr qil. Hammasi yaxshi bo'ladi. Erim bilan oxirgi payt munosabatlarimiz umuman yaxshi emas. Bir-birimizni tushunmaymiz. Tupu-tuzu yashab kelyotganlar-ku, nimaga? Bilmayman, qaynopam har kuni ovqat ko'tarib chiqadilar. O'sha ovqat o'qitilganmi? Erim o'sha ovqatni yegandan keyin qanaqadir o'zgarib qoladilar. Suva bir loyqalanib tinadi-ku. Lekin toza suv loyqalanmaydi. Suvni loyqalatmaslik o'zingga bog'liq, uka. Qaynopang yaxshi odam, nima qilibdi chiqsa chiqar opasi. Hech narsa qilmaydi. Gap unda emas. Nimada unda? Tushundingmi endi? Dugonamni ham olib kelmadingizmi? Dugonangiz uyga ketgan. Dadasi, men ovqatga qarang. Mayli. Do'stim, men seni bekorga uyimga chaqirmadim. Tinchlikmi? Bilaman, oilada har xil kelishmovchiliklar bo'ladi. Mendan jahling chiqmasa, men seni oilangga aralashmoqchi emasman. Lekin shunaqa nozik masalalar bo'ladiki, bunga bir o'zing yechim topa olmaysan. Dardingni ham hech kimga ayta olmaysan. Ishon, bu meni sinovimdan o'tgan. Miracle Energy. Nima bu? Sog'lom oila garovi, do'stim. Bu nafaqat insonni immunitetini ko'taradi, erkaklik quvvatini ham oshiradi. Bobur aka, nima ovqat qiling? Osh qilgan. Xo'p. Qornimiz och qolayotgan joy yo'q. Shuning uchun har kuni ovqat ko'tarib kelishi shart emas. Undan ko'ra bolalaringizga, xo'jayiningizga qarasangiz bo'lardi. Bu nima degani? Uyalmaysanmi? Qo'yaver, ukajonim. Kelinjon, oxirgi paytlar ko'p chiqayotganimiz sababi onam rahmatli ko'p tushimga kiradigan bo'lib qoldilar. Keyin negadir oilangiz notinchdek tuyuldi. Shunga sizlarga bugun bir ajoyib sovg'a olib kelgandim. Ovqatmi? Yo'q, ovqat emas. Chet el sayohatiga chipta olib keldim. Mana. Opa, ovora bo'psiz-da. Nega ro'yingizni o'rintiribsiz? Meni qo'limdan kelgani shu. Sizlar baxtli bo'lsanglar, men juda xursand bo'laman. Mazza qilib aylanib kelinglar. Opajon, sizni noto'g'ri tushunganim uchun meni kechiring. Tilingdan oldin qalbingni tarbiya qil. Chunki so'z qalbdan kelib, tildan chiqadi.